Jigarimda muammoyim bor. Shu giyohlarning ichida jigar uchun eng foydalisi qaysi deganlarga jigar uchun foydali bo'lgan 3 xil tabiiy vositalarni ko'rsataman va ko'pchilik narxi qimmat emasmi deydi. Shuning uchun narxi bilan ham tanishtirib o'taman. Birinchisi bu mana shu juda ko'pchilik jigarda muammosi bor insonlarga yordam bergan va yordam berib kelayotgan rastaropsha urug'ini maydalangani. Yirigini ham damlab ichsa bo'ladi, lekin maydalanganini bir choy qoshig'ini ertalab va kech payt shuni og'izga tashab turib bitta suv bilan ichib yuborilsa yaxshi bo'ladi. Va buni narxi 1 kilosi 80 ming so'm. 1 kilo oladigan bo'lsangiz ancha vaqtga yetadi sizga. Ikkinchisi esa mana shu Turkiyada mashhur bo'lgan harnut siropi. Bu ham jigar uchun juda ham foydali. Buni tarkibida rastaropsha, harnut va artishok ekstraktidan tayyorlangan. Buni ham biz juda ham ko'plab klientlarimizga berganmiz. Effekti zo'r. Buni narxi kattasi 250 ming, kichkinasi 180 ming. Uchinchisi zarchava, ya'ni kurkuma jigarni tozalaydi, jigardagi toksinlarni chiqarib tashlashga yordam beradi. Gepatit uchun ham foydali. Buni narxi 1 kilosi 130 ming. Ko'rib turganingizdek millionlab turadigan narsalar emas. Shularni olib ichadigan bo'lsangiz jigar va butun organizmingiz sizga rahmat deydi. Lekin topolmay qiynalib yurganlarga aloqaga chiqsanglar O'zbekiston bo'ylab dastavka ham qilib beramiz. Manzilimiz esa Yunusobod dehqon bozorida, mana 494-rasta sifatli ziravor, shunga qarab kelaverasizlar. Barcha turdagi giyohlarimizdan xarid qilishingiz mumkin.